Manzaraga o'tgan oy nechta sotdilaring? Chamasi 60 tadan sotdik. Ha, yaxshi. Bu oy nechta bo'ldi? Bu oy o'sha kamroq bo'ldi, 45 tacha sotdik. Obbo, yana boshlayapmiz. Maylisin. Ya Abdurashid aka. Yana kech qolyapsizmi? Ish boshlangani qachon edi Abdurashid aka? Yana kech qolyapsizmi? Nega kech qoldingiz? Ha, rahbar olib bergan mashinangiz yo'lda buzilib qoldi-da. Ya, nima bo'lyapsizlar-ya? Men mashina olib bermaganman-ku. O'sha mashinani olib bersangiz kech qolmayman-da, rahbar. Sizlaringiz savdoni tushirib yuborsalaring. Ama uni Zormondan mashinani qachon yangilayman? Bu nimani ko'ryapsizmi mashina? 1 yildan beri ana shu mashinani yuribman. Men tengilar Li 9 oldi уже. Aka klientlarga, xaridorlarga pechka to'g'risi to'lov ma'lumot bermayapsizlar-da, jon aka. Abdurashid aka ishni siz orqaga o'tyapsiz, kech qolib. Aka, minutda oldida tursangiz ulguysiz. Qani, hozir sizga to'lov ma'lumotni berishadi, xaridorlarga xuddi o'shanaqa qilib ma'lumot bering aka. Tayyordik. Londonda bunaqasi bo'lmagan. Lux pechkalarimiz kraskalangan 850 ming so'mdan 5 ta olsangiz 6-si mutlaqo bepul. Kraska qilinmagani hech nimani bilmagan degan o'rga qo'yadi. Buni hamma biladi. Pechkalardan tashqari qo'yxonalarda ham har xil razmerlari bor. Bularni ham klientlarga o'shani aytib o'tib keting aka. Esingizdan chiqmasin aka. Qadrdonlar, pechkalar zali bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Pastda raqamni qoldiramiz.